O'tgan darsimizda sizlar bilan border radiusga doir 4 ta propertyni ko'rgan edik. Bundan tashqari yana bir narsani aytish esdan chiqibdi, ya'ni shu 4 ta property qiymatini biz bitta propertyda ham berishimiz mumkin, ya'ni border radius bilan. Border radius keyin bu yerga birinchisiga 10 piksel 0 0 0. Ya'ni bu yerda 4 ta qiymat beramiz, 4 ta burchagiga 4 ta burchakni o'zgartirishimiz uchun. Demak, faqat birinchisini 10 piksel qildim, qolganlarini 0 qildim. Ya'ni qaysi qismi o'zgarayotganini ko'rishimiz uchun. Saqlaymiz. Ochib qaraydigan bo'lsak, demak mana tepa qismini chap tarafi o'zgaryapti, ya'ni radius ko'rinishga kelyapti. Agar ikkinchisini ham o'zgartiradigan bo'lsak, 10 piksel. Demak, tepa qismi 10 tarafi o'zgaryapti. Keyingilari bo'lsa, pastki qismlarga ta'sir o'tkazadi. Ya'ni bu yerga 10 piksel qilsak, bu yerda hosil bo'lyapti. Buni ham o'zgartiradigan bo'lsak, chap tarafimiz ham pastki qismda hosil bo'lyapti. Demak, ushbu ko'rinishda ham keltirsak bo'ladi. Ancha sodda ko'rinishi va ko'p demak propertylarni yozib o'tirishimiz ham shart emas. Endi mavzuga qaytamiz. Demak, sizlar bilan yangi mavzu boshlaymiz. Ancha qiziqarli mavzu, ya'ni root pseudo class. Bu root pseudo classini boshqa pseudo classlardan farqi shundaki, uni demak selector bo'lmaydi va eng tepa qismida yoziladi. Demak, ikkita nuqta qo'yamiz, root qavs ochamiz. Men ushbu joyga biza propertylarni berishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu yerga nimalarni beramiz? Birinchi navbatda kelinglar root bilan tanishamiz. Demak, root bizada bu HTML dokumentimizning root hisoblanadi, ya'ni ildizi. Bu eng katta parent element, ya'ni ota element. HTML dan ham yuqori turadi. Demak, HTML parent elementda eng yuqorisida turadi. Bu yerda kiritmoqchi bo'lgan propertylarimiz umumiy, demak, HTMLimizga ta'sir o'tkazadi. Deylik, background colorini red qiladigan bo'lsam, bu yerda mana orqa fonida qizil rang hosil bo'ldi va boshqa propertylarni ham berishimiz mumkin. Misol uchun, margin yoki padding. Shunda universal selector degan ushbu margin paddinglarni bersak ham bo'ladi rootga. Lekin asosan rootda boshqa xususiyatidan foydalanishimiz to'g'ri bo'ladi, ya'ni o'zgaruvchi berish uchun. O'zgaruvchi berishimiz uchun ikkita chiziqcha qo'yamiz. Keyin bu yerga deylik box color qilib, pastiga demak boximizdagi rangimizni bu yerga berib o'tamiz. Mana. Endi buni vazifasi qanaqa bo'ladi? Misol uchun, agar bu yerga bitta o'zgaruvchi mana hosil qildik, box color degan. Bu box colorimizni box ichidagi background colorga o'zgaruvchi ko'rinishda kiritsak bo'ladi va bu orqali demak ushbu rangni oladi. Demak, sinab ko'ramiz. Buni o'zgaruvchi qilishimiz uchun nima qilamiz? Vardan foydalanamiz. Bu ham bitta funksiya. Xuddi calcga o'xshagan funksiya, lekin bu yerda buni ichida o'zgaruvchini beramiz. Ya'ni ikkita chiziqcha. Keyin bizada box color. Ya'ni ushbu box color o'zgaruvchimizni bu yerda berdim. Mana. Endi saqlab ko'radigan bo'lsak, mana hech narsa o'zgargani yo'q. Ya'ni box color ushbu rangga kirdi. Ya'ni boximizda background color ushbu rangni oldi. Bundan tashqari bizda bitta rang emas, deylik, boshqa propertylarni valuesini ham kiritishimiz mumkin. Misol uchun box width. Keyin bu yerga mana box width'imiz 300 ekan. Bu yerga 300 piksel deb qo'yamiz, nuqta virgul bilan saqlaymiz. Keyin bu yerdagi
choose varga o'zgartiramiz. Chiziq chiziq. Demak, box width saqlaymiz. Mana width'ini yo'qotgani yo'q. Demak, buni qulayliklari to'g'risida gaplashsak, misol uchun deylik, ranglarni bir xil ranglarni juda ko'p ishlatadigan bo'lsak, umumiy demak maketimizda rootni berib ketsak ancha qulay bo'ladi. Ya'ni nomi esimizda qoladigan nom bersak, bemalol boshqa joylarda ham berishimiz mumkin bo'ladi. Yana bir foyda tarafi deylik, keyinchalik maketimizdagi razmerini yoki shu bergan ranglarimizni boshqa rangga o'zgartirmoqchi bo'lsak, bu yerga demak bu yerdagi propertylarni o'zgartirishimiz shart bo'lmaydi. Faqatgina rootni o'zgartirsak, umumiy demak boshqa propertylar ham xuddi shu rangga kiradi. Ya'ni bu qulaylik jihati rootda.